Uf. Voy orasini yeysan. Voy. Mana dam mashina qolish kerak. Mana trenirovkadan keyin, shuncha ishdan keyin dam shuni qolish kerak. Yo'q bormadi. Qani? Tochkasi. Yer tagidan chiqadigan buloq suv. 300 metr pastdan chiqadi. 100 metr pastdan chiqadi. Ha. Negativlarga ahamiyat bermaymiz, ha. Damagan dam olish biladi, bilmagan bilmay o'tib ketadi. 100 metr yer tagidan chiqadigan suv. Mana ko'p ko'pira sovuq, lekin sog'liq uchun rosa foydali. Saunadan keyin damda. Ha? Ha. Ana. Shu shashlik mana. Shashlik yeymiz hozir, ashizda ya'ni. Yo'l bormi, bolalar? Xo'jasi. Endi ketib yoqqa kiramiz hozir. Negativlarga Alloh jazosini bersin, ko'ra olmaganlarga. Bizga qanaqa negativlar? Negativchilikga ahamiyat bermaymiz. Sho'jasan, gazon nechasan, mo'jo? Gaz 2 yillik. Gazmi? Ha, muzeydan, ha? Ha. Mo'jo? Negativchilarga gaping bormi yo'qmi? Negativchilar biza ahamiyat bermaymiz. Aqli yetsa gaplashamiz. Ana orqadan chaynalib yurmalar, odam yuziga gapirishni o'rganlar. Faqat internetda emas, kelib gapirishni o'rganlar. Odam o'zini o'zi yaxshi ko'rish kerak. Men qiyomatli do'stim, biz bugun oddiy, biz o'zimizni yaxshi ko'ramiz. Maza qilib mana bunaqa dam olamiz. Mehmonlar bilan yaxshi zo'r ketadi. Gazovni ichimliklar, kapilatsiya anaqadan keyin saunadan keyin. Hozir choy bor, bezgan suv bor. Maza qilchamiz, qaysini xohlasak. Kechira sizlarni mehmon qilamiz. To'g'rimi aka? Hammaga yaxshi nastroy. Yaxshi qiyomatli do'stliklarga tashab qo'ydi. Hamma qiyomatli do'stlikligi bizning yaqinlarimiz bor, do'stlarimiz. Hamma do'st o'zini yaqin do'stlariga tashab qo'ydi. Damni mashina qolishga oldik.